Allohga yaqin bo'lishlik birodarlar, dinni, iymonni cho'qqisi. Allohga yaqin bo'lishlik, itoatni va kuniga rozilikni cho'qqisi. Allohning yaqin ekanligini his qilgan banda hayotidan rozi bo'lmay iloji yo'q. Hatto musibatli kun kelganda ham hayotidan rozi. Umar ibn Xattob aytar ekanda, ustimga musibat kelsa 3 ta yaxshilikni ko'raman buni oldida. Birinchisi, dinimda bo'lmadi bu musibat. Iymonim salomat. Bundan kattaroq bo'lmadi musibat va mana shu musibatimga albatta ajr olaman. Allohning yaqin ekanligini his qilgan bandaliga musibat kelganda ham u xotirjam hayotida. Ha endi yaxshilik kelganda endi buni aytmay qo'yaylik. Allohga yaqin bo'lishlik, xotirjamlikni, omonligini his qilish, Allohga yaqin bo'lishlik birodarlar, saodatni, xayriyatni cho'qqisi. Omonlik, sakinat, xotirjamlik. Bu qanaqa ko'rinishda bo'lmasin, bular faqat mo'minlarga beriladigan ne'mat.